Bilmasangiz bolangizda yuz va jald sohasida o'zgarishlar paydo bo'ladi. Adenoid bezi haqida bilasizmi? Adenoidlar burun halqum yo'lidagi immun a'zosi hisoblanib, turli xil vazifalarga ega aktiv bez hisoblanadi. Adenoidlar turli xil kasalliklar, tez takrorlanadigan virusli va bakterial infeksiyalar, allergik reaksiyalar yoki irsiy moyillik sababli adenoidlar kattalashishi yuzaga keladi. Adenoidlar kattalashishi bir qancha muammolarga sabab bo'ladi. Kattalashgan adenoid burun yo'lini to'sib qo'yish natijasida tungi uyqu buzilishi, uyqudan keyingi charchoqlik, eshitishning pasayishi, quloqdagi otitlar va tovushning o'zgarishi, burun ajralmaning ko'payishi va albatta yuz shaklining o'zgarishiga sabab bo'ladi. Bunday holatda nima qilish kerak? Yengil holatlar bo'ladigan bo'lsa, konservativ davo choralari qo'llaniladi. Og'ir holatlarda kichik jarrohlik usuli bilan adenoid bezi olib tashlanadi. Bolajonlaringiz salomatligi uchun nafas yo'llarini doim toza tuting. Shifokor bilan maslahat